Assalomu alaykum. Biz o'tgan qatimqi leksiyamizda Xitoy vabosini yeb chiqib turib, mavjud xalqaro sistema haqida bir qurut tushuncha hosil qilgan edik. Bugun bo'lsa, yana shu temaning davomini so'zlaymiz. Ya'ni shu Xitoy vabosi tufayli xalqaro sistemada ko'rilgan o'zgarishlarni, taxmin to'g'risi Xitoy vabosi sababidan shu bahonada o'ttirg'i chiqqan yeniliklarni tilga olib o'tamiz. Yuqoridagi videoda deb o'tganimizdek, bu mavjud xalqaro sistemadagi o'zgarish aslida bir jarayon, allaqachon boshlanib bo'lgan bir jarayon edi. Xitoy vabosi buni texmo ilgari surdi va bu jarayondagi ba'zi buchoqcha yepiq qolib qolgan yoki tadqiqotchilarning ko'zi bilan qaramasa, ko'gilolmaydigan odatdagi odamlar belki his qilib bo'lolmaydigan alomatlarni texmo aniq holatga texmo uchuq bir holatga keldi. Ba'zi sirlarni suv yuziga elib chiqdi. Hamda men navbatdagi xalqaro vaziyatda buchoqcha ko'rilib kelgan, ammo Xitoy vabosi tufaylidan texmo suv yuziga chiqqan bu xil o'zgarishlarni 4 nuqtaga yig'inchoqlab sizlarga yetkazishni muvaffaq ko'rdim. Bundan biri shu g'arbning ojizlayotganligi va sharqning bosh ko'tarayotganligi. Aslida bu g'arb dunyosining ojizlayotganligi va sharqning bosh ko'tarayotganligi haqidagi talash tortishlar, bu vaqtdagi qarashlar shu 20-asrning oxirlari, 21-asrning boshlari. Ya'ni 2000-yillarda o'ttirg'i chiqishga boshlagan. Bu xil qarashlar hozir bora-bora texmo kuchlanayotdi. Tarix qaraydigan bo'lsak, 18-asr, 18-asrning oxirlari, 19-asrning boshlaridan boshlab g'arb kuchayishga boshlagan, sharq ojizlashga boshlagan. Uning oldida sharq kuchlikdi. Bo'libmi 20-asrning boshlanishi umumyuzlik g'arbning kuchlanganligining alomati bo'lib o'ttirg'i chiqdi. Sharqning umumyuzlik cho'kkanligining ojizligining bir ro'shan ko'zga ko'ringan davri bo'ldi. Endi 20-asrning oxirlari, 21-asrning boshlarida yana sharq qaytadan bosh ko'taryotdi degan qarashlar ilgari surildi va hozir bo'lsa buni ro'shan holatda tadqiqotchi emas odamlarmi ko'radigan holga yetdi. Endi Xitoy vabosining bu jihatda qo'shgan tuhfasi nima desanglar? Masalan, virusga taqobil turish jihatda hozir sharq tarafning ifodasi yaxshi bo'lyotdi. Masalan, Xitoyning sonliq ma'lumotlariga ishongili bo'lmasmi, ammo Xitoy buni kontrol qilib bo'ldim deyotdi. Xitoy manbasi bo'lishi qaramay. Ammo Xitoyni bir tarafga qayirib qo'yib tahlil qilsaqmi, Tayvanning, Singapurning, undan boshqa Yaponiya, Koreya qatorliq davlatlarningki bu virusga taqobil turishdagi ko'rsatgan natijasi intayin kuchlik bo'ldi. Buningdan dunyoda g'arb yetakchilik qildigan, rahbarlik qildigan bo'libmi ilm-fan, iqtisod, siyosat ishlarida g'arbningki umumiy yuzlik nufuzininki ko'rinarli darajada ojizlaganligini ko'rilishga bo'ldi. Endi buningdan cho'qim g'arb ojizlab, iqtidorsiz, bir ish qilmaydigan xalqqa kelib qoldi degan ma'no chiqmaydi. Ammo biz masalaga yer shari nuqtasidan, xalqaro nuqtasidan qaragan vaqtimizda sharqning kuchlanganligining ro'shan ifodasini o'sha Xitoy virusininki o'ttirg'i chiqargan iqtisodiy, siyosiy va sog'lomlik jihatdagi shu ifodalari, shu jihatdagi ko'rsatgan natijalariga qarab ko'rib olaymiz. Endi ikkinchi nuqta bo'lsa, bu Xitoy vabosi o'ttirg'i chiqargan ikkinchi nuqta bo'lsa, dunyoning yetakchi bir kuchdan ayrilib qolayotganligini isbotlab berdi. Ya'ni dunyoni yetakchi bir kuch kontrol qilib yoki yetaklab turgandilar, undan keyin u dunyoda bir qutb yoki ikki qutb degandek
qutblardan eg'iz etishi mumkin. Ya'ni yetakchi bir kuch dunyoni yetaklab mangayotgan vaqtda o chaqda belgilik qoida tuzumlardan eg'iz etishi mumkin. Chunki u qoida tuzumlarni yetakchi bir kuch qo'ymasa, boshqalar bir araga kelolmaydi. Endi Ikkinchi dunyo urushidan keyin shakllangan xalqaro sistemida asosan G'arb bo'libmi Amerika yetakchi o'rinda rol o'ynagan. Masalan, urushdan keyin Yevropani qayta qurish bo'lsin, undan boshqa Yaponiya, Koreyalarni qayta qurish jihati bo'lsin, Amerikaningki bir yurish planlari, Marshall plani, undan boshqa bir yurish planlari intayin muhim rol o'ynagan. Ve şunun bilen dünyada yetekçi o'ringa chiqqan edi. Endi hozir qaraydigan bo'lsak, bu qatimki Xitoy vabosiga qarta dunyoda bir yetekçi kuchni ko'rolmadik. Ya'ni hech bir davlat o'ttirg'i chiqib, boshqa davlatlarni yetaklab, mana bu vaboga men taqobil turman, ben sizlarga yordam beraman deb o'ttirg'i tushanmadi. Xitoymi buzilgan obrazni yaxshilash uchun ancha-muncha maske taqatqanını hesap qalmaganda, bununla taqabül turishdan dunyoga ölgü göstermedi, aksice virusning dunyoga tarqalishiga yo'l ochib, dunyoninki la'natiga uchirdi. Hamda Amerika bo'lsa, Amerika o'zining holiga tushib qoldi, hatto chet eldan yordam so'rayotdi. Undan boshqa virusga taqabül turish ve dunyoga yetakchilik qilib, bununla taqabül turish, dunyoni bu krizisdan qutuldirishning o'rniga hozir Xitoy bilan bu virusninki sim meselesi yoki bo'lmasa buning qanday kelib chiqish meselesida eg'iz urush qilyotdi. Ya'ni gunohlarni do'ngaydigan bir yerlarni izlayotdi. Biz buni boshqa nuqtadan tahlil qilsak, uningki shakli boshqacha bo'ladi, ammo biz moyada xalqaro yetakchi kuch nuqtasidan tahlil qilayotgan bo'lg'achqa, bu da'vatqonlarim mushundaq bir yetakchi kuchdan dunyoning ayrılib qilayotganligidan bir bishorat, bir alomat. Navbatdagi mavjud xalqaro sistemida mayli Yevropa ittifoqi bo'lsin, mayli Amerika bo'lsin yoki Xitoy bo'lsin, hech birininki dunyoni bu ofatdan, bu qiyinchilikdan qutuldirib, elib chiqishda yetakchi rol o'ynayolmaganligini ko'ryapmiz. Endi yetakchi bir davlat bo'lish uchun nuqul qurol kuchi va iqtisod bo'lsa ham yetmaydi. Belki yumshoq kuch bo'lish kerak. Ve şunun uçluk başkalardan qo'rqishni ham talab qilish emas, balki hurmat talab qilish kerak. Kishilar qo'rqib turib bir kuchning keyindan uzun menib bo'lmaydi. Cho'qim bu yerda uningga qarta hurmat tuyg'usi shakllanishi kerak. Bu narsalar shundoq og'ir krizis paytlarida ko'rsatgan natijalarga, tuhfalarga qarab turib, ondan ifodalanadi. Ama hozirgi dunyoda bundaq bir yetakchi kuchni ko'rmayapmiz. Bu ikkinchi nuqta. Endi uchinchi nuqta bo'lsa, uchinchi sir bo'lsa, shu Xitoy vabosi tufayli o'tirg'i chiqqan shu mavjud xalqaro sisteminingki buzilayotganligi, buni yuqoridagi videoda so'zlab o'tgan ve xalqaro tashkilotlarning iqtidorsizligini o'tirg'i chiqishi. Masalan, hozir Dünya Sağlık Teşkilatı Xitoy bilan til biriktirib, shu virus haqidagi uchurlarni yushirganlik ustida ayblanyapti. Ve bu ishlarga qarata vaqtida ogohlantirish berib, vaqtida xabardor qilib, dunyoni yaxshi funksiyasini joriy qildirolmadi. Ondan başqa BDT'mi bu masalaga qarata unumli bir tadbir ololmadi. Har qaysi davlatlar asosan o'zininki masalasini o'zi hal qilish tarafga qarab yuzlandi. Ya'ni hamma kishiniki uyga o't ketgan vaqtda hech kimniki yana birininki o'tini o'chirishga vaqti yetmadi. Endi buningdan mavjud xalqaro tashkilotlarningki og'ir bir krizisga duch kelganligini ko'rilishga bo'ldi. Endi bu yerda bir nuqtani eskartish kerak. Aslida ham xalqaro tashkilotlarningki qurilmasida mustaqil qaror olish iqtidori yo'q. Chunki xalqaro tashkilotlar o'zi mustaqil qaror olib ijro qiladigan bir kuchga ega emas. U tashkilotlarda rol o'ynaydigini, ya'ni davlat.
Undaq bo'lgandan keyin bu davlatlar o'rtasida bir moslashtirish va kengayishish, murassallashish jarayonini boshdan kechirmay turib, hech bir hodisalarga, bo'libmi jiddiy hodisalarga inkas qaytarib bo'lmaydi. Masalan, irqiy qirg'inchilik bo'lsin, yerda yuz bergan irqiy qirg'inchilik bo'lsin, undan boshqa Arakan yuz bergan irqiy qirg'inchiliklar bo'lsin. Masalan, bizning hozir vatanimizda bo'layotgan qirg'inchiliklar bo'lsin, buningga qarata xalqaro tashkilotlardan kuchli bir sado chiqmasligidagi sabab bu tashkilotningki sekretarlari, katiblari yoki tashkilotning nizomnomalari o'zicha ishlamaydi. Bu yerda bir qarorni ilinish uchun, ya'ni shu davlatlar asosli rolchi bo'lganligi uchun shu xalqaro tashkilotlarningki tabiatida shunday jiddiy holatlarga qarata jiddiy inkas qaytara olmaslik, bek yaxshi tadbir ololmaslik bor. Tabiatida bor bu xil masala. Ammo Xitoy virusininki o'ttirg'i chiqishi buni texmo so'yuziga elib chiqdi. Endi 4-chi yarqin nuqta, Xitoy vabasi tufayli o'ttirg'i chiqqan 4-chi yarqin nuqta meningki his qilishimcha, shu Xitoyning dunyoga rahbarlik qilish iqtidorining yo'qligi, Xitoyninki bundaq bir salohiyatga ega emasligi isbotlandi. Bo'libmi 2013-2014lardan keyin Xitoyninki shu Ipak yo'li, undan boshqa Osiyo olasizlar mablag'chilik bankasi degandek bir yurish qurilishlarni o'ttirib qo'yishi dunyoda oldingi videoda deb o'tgandek Xitoy rahbarligida bir qutb shakllanamdi yoki Xitoy Amerikaning o'rnini olamdi degandek nuqtalarni biroz qiziq nuqtaga aylantirgan. Ammo bu Xitoy vabosi buningki bek mumkin emasligini, Xitoy harbiy jihatdan, iqtisodiy jihatdan balkim kuchlanib, kishilarningki og'zini italaydigan, gap qilib qo'ymaydigan jihatlarda ta'sir ko'rsatalisimi, ammo dunyoga rahbarlik qilish jihatda kuchli rol o'ynayolmaydiganligini isbotlab berdi. Eng muhimi bu Xitoyninki shu virus haqidagi son-sipirlarning uchurlarni ochiq oshkorlamasligi. Hozir masalan bu Xitoy virusi Wuhanninki laboratoriyada ishlangan degan shu qarash kuchlanayotgan mezgilda buning qarta kuchli bir isbot ko'rsatib buni qilolmasligi, dunyoni bu jihatda uchuq bir pakt bilan ta'minlamasligi bu Xitoyninki dunyoga rahbarlik qilish iqtidorining yo'qligini isbotlab berdi. Undan boshqa Xitoy virusi haqidagi tajribalarni, undan boshqa bu masalalarda yana dunyoga bir ulgu ko'rsatib, yangi bir narsa taqdim qilolmadi. Aksicha buzilgan obrazni yaxshilash uchun bir qism harakatlarni qilyotdi, ammo qilgan harakatlaridan allaqachon uningki mas'uliyatsizligi tufayli kelib chiqqan obrazining buzilishi halqib ketdi. Ya'ni obrazining o'ng'ishvog'siz darajada buzilib ketdi. Demak, bir qism nomrod davlatlardagi yoki bo'lmasa g'arbga qarshi, g'arbga nisbatan dushmanlik saqlayotgan jamiyatlardagi Xitoyni bir umid, g'arbga nisbatan bir g'arbning o'rnini bosadigan bir tanlanma shaklida qarashlarga menimcha daz ketdi. Bundan keyin bu jihatlarda kishilarning tunishida ro'shan o'zgarish bo'ladi. Navbatdagi xalqaro vaziyatga Xitoy vabosininki ko'rsatgan ta'sirlari va undan kelib chiqqan, so'yuziga chiqqan alomatlarni, ahvollarni shu 4 nuqtaga yig'inchoqladim. Bundan keyingi videoda davomli yana shu keyingi dunyo tartibi qanday bo'lishi mumkin, xalqaro vaziyatda qanday o'zgarishlar bo'lishi mumkin, ya'ni Xitoy virusidan keyingi dunyo qanday bo'lishi mumkin degan temalarda davomli to'xtalamiz. Bo'ldimsa, Allohga omonat, keyingi temamizda, keyingi suhbatimizda ko'rishaylik.